Hurmatli dehqonlar, mana bu poliyaga o'tdik. Avaz Agro hosil fermer xo'jaligini Makka poliyasiga mana Komil akamiz. Qachon qadavsiz Komil aka? 25-aprel. Qaysi nav bu? Bu Fito firmasini Altia. Ha, Altia. Necha ming donadan qadar ishlov berish jarayonlari qanday bo'lyapti bunga? 75 mingtadan ekkanmiz. Ishlov berish 2 marta o'g'itladik, 300 kilodan karbamid berdik, 2 marta 600 kilo berganmiz, 100 kilodan kali berganmiz. Tagiga ekishdan oldin gektariga 25 tonna atrofiga nuru berganmiz. Hozir shu hosilga keyincha necha marta suv berdingiz? Bu hozir ikkinchi suv. Ikkinchi suv ya. Nasib bo'lsa hosil nimasi yaxshi-ku? Qancha niyatingiz? Nasib bo'lsa shu 18-20 ga harakat qilamiz tonna gektariga. Yaxshi rivojlanishi yaxshi mana bo'yi nimasi. Urug' haqida nima deya olasiz? Urug' haqida yaxshi urug', uni nima qilishi, bo'ylari o'sishi juda tez. Yaxshi ketyapti endi. Natijasini kutamiz. Natijasini kutamiz.